asl maqsad Hazrat rahimahullohni obrazlantirish, bu kishini maydondan chiqarib olish, O'zbekistondan quvg'inga olish, suiqasdlar, har turli balo musibatlarni u kishiga qarshi qaratish bo'lgan. Da'vo qavmini jahriy etish. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga hech qanaqangi suiqasd qilinmagan. Chaqirib bilan ishni hal qiladigan, qavmini jahriy aytib, baqirib jahriy aytib qo'ysa bo'ldi. Katta ish qildi endi u. Bu yo'li xohlagan o'yinga o'ynasa bo'ladigan odamlarni oldinga surishdi. Hazrat rahimahullohga O'zbekistonda tor qilishdi birodarlar. Hijrat qilishga majbur qilishdi, suiqasdlar qilishdi. Hazratni muftiylikdan olib tashlaymiz deganlarning guruhidan bo'lgan bular. 9 marta suiqasd uyushtirilgan Hazratga. Hojona aytdi, 12 marta suiqasd qilgan Hazratga. O'sha Alloh rahmat qilsin Hazratga. Kim? Mana shu men musulmonman deganlar degan. Hazrat rahimahullohni O'zbekistonda yashashga imkonlari qolmadi. Suiqasdlar 9 marta suiqasd, meni bilganim. Endi bular shunga gapirishyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga hech qanaqangi suiqasd qilinmagan. Shu kishiga suiqasd qilinganmish. Mana shu gaplar birodarlar mulohaza ma'nosida bildirib qo'yay dedim. Sizga 1 soat vaqt. 1 soat vaqt. Men qiyomatgacha vaqt unda. Siz dunyodan o'tib ketguningizcha vaqt. Sizga muhlat. Meni zulmga shukr qilish kerak. Tepadagilar zulm qilyapti-yu, mayli sabr qilib turaveringlar. Men shu zulmga sabr qilib turaveringlar degan ochiqdan ochiq yoki shu ma'noga ifoda qiladigan bir dona jumlamni keltirib bering. Domla bunaqangi jumlangiz juda ham ko'p. Keltiring. Bir dona. Sizga aytdim, yana aniq bo'lasizda. Yo, ayting o'y. Boshqa ma'noda gapiring. Juda ko'p ekan-ku, bir dona keltiring. Zulmga qo'shilmaymiz, zulmga qarshimiz, lekin zulmga qarshi qurol ko'tarish o'rni kelib qoladigan paytida ahli sunna val jamoa aytadiga to'xta deydi. Nimaga sen butun boshli ummat nomidan qurol ko'taryapsan? Kimsan sen deydi. O'tir deydi. Zolim-ku, zolimga sabr qilinadi. O'tir deydi. Zolim-ku, zolimga sabr qilinadi. Zulmiga qo'shilmaydi. To'g'rimi? Qancha zulmni boshdan o'tkazdik? Yosh kattalardan so'rang, qanaqa zulmlarni boshdan o'tkazdi bu millat? Nima bilan yengdik? Sabr bilan yengdik. Nima bilan yengdik? Sabr bilan yengdik. Nima bilan yengdik? Sabr bilan yengdik. Nimaga yolg'on gapiraman? Maqsadimizga shu demokratiya olib boradi demaganmiz? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Demokratiya bir araç, ya'ni bu bizni maqsadimizga olib boradigan eng ma'qul yo'llardan bittasi. Oldin tuhmatchiligingizni to'g'rilab oling. Qayerda men aytdim demokratman deb. Bizga shu demokratiya maqsadimizga olib boradi deb. Qatta aytdimmi? Demokratiya maqsadimizga olib boradi deb. Qatta aytdimmi? Qatta aytdimmi? Demokratiya bir araç, ya'ni bu bizni maqsadimizga olib boradigan eng ma'qul yo'llardan bittasi.